qabziyat bilan murojaat qilib keldilar. Ko'pchilik so'raydi, qabziyat bilan operatsiya bo'lgan bemor, ya'ni dalixa sigma kasalligi bilan operatsiya bo'lgan bemorni ko'rsatinglar, uchun holatlari qanaqa bo'ladi, operatsiyadan keyin tiklanish jarayonlari qanaqa bo'ladi deganingiz uchun mana maxsus video, ya'ni bemor bizga qabziyat bilan murojaat qilib keldilar. Tekshirganimizda bemorda dalixa sigma kasalligi aniqlandi. İçlari qotadi, ya'ni qabziyat kuzatiladi. Bir necha kunlab dorilarsiz ichlari kelmaydi. Buning natijasida jig'ildon qaynashi, ovqat yegandan keyin qorin ishib ketish, og'riq hislari bo'lardi. Bemorda biz operatsiya o'tkazdik. Operatsiyadan keyin mana o'sha 4-kun, 4-kun mana uyga javob bera olmaymiz. Tiklanish jarayoni qanaqa bo'ladi bemorda deydilar, mana ko'rishingiz mumkin. Tiklanish jarayoni tez, ya'ni trubkalarni olib tashladik. Mana holatlari yaxshi, og'riqlar yo'q, uyga javob beramiz. Demak, qabziyat yoki dalixa sigma bor bemorlar qo'rqmasdan murojaat qilsanglar, kesmalasiz, laparoskopik usulda operatsiya qilib beramiz. Natijada qabziyatdan qutulasizlar. Operatsiya davomiyligi 50 minutdan 60 minut, ya'ni 1 soatgacha davom etadi va shu vaqt oralig'ida demak operatsiyani bajarib tugatamiz. Va 4 kun, 5 kun nazoratimizda bo'lib, keyin uyga javob beramiz. O'zlari qisqacha aytib berarlar holatlari haqida.